Yer sayyorasi. Senozoy davri. Kechir. Kechir. La'nati sayyora. Bizga juda qimmatga tushdi. Bo'pti, tura qol. Uyga ketamiz. Uyga. Hammasi tugaydi. Hammasi. Xom xayollaringni fazoga tashlab kelmaganmiding? Sen bunday qila olmaysan. Qarab tur. Shunday qilayki, kuning bitta. Bekorlarni aytibsan. Bunchayam kuchli ekan-a? Yordam bersang-chi. Bo'la qol. Bo'la qol. Yana ozgina yur. Itar deyapman. Yura qolsang-chi. Buncha asabiy hayvon ekan-a? Tinchlanadi. Ushlab tursang darrov sog'ib olaman. Hozir ozgina qoldi. Bu buqa. Buqani sog'ib bo'lmaydi. Buqa deysanmi? Ha, buqa. Hazillashma. Hazillashayotganim yo'q. O'zim ham buncha kuchli degandim-a? Ish qilib yanglishmadingmi? Ishonmasang o'zing qara. Hozir politsiya kelyapti. Nima? Bo'la qol. Tezroq. Bo'la qol. Qo'yin! Qutuldik! Ajoyib. Qo'yin!
Bir-birimizni hech qachon tushuna olmasak kerak. Tentakliging tugadimikin deb o'ylagan paytimda yana bir baloni o'ylab topasan. Nima qilish kerak o'zi? Rahmat. Masxarabozlik qilish uchun topgan vaqtingni qara. Hech bo'lmasa do'st tanlashni o'rgansang bo'lardi. Men u yerda yolg'iz edim. Bu qadar tasodifan kelib qoldi. Aqlim bovar qilmaydi. Yulduzli mavsumingni o'zing yo'q qilding. Seni o'yinlarga chaqirishdi, shartnomalarni yo'qqa chiqarding. Maktab shahodatnomasini olish uchungina laqillatib yurasanmi? Umringni mana bu ko'cha daydilari orasida o'tkazmoqchimisan? Ha. To'g'ri aytasiz. Hech qachon bir-birimizni tushuna olmaymiz. Besh ochko ortda qolyapti. U orqa tomonga yugurmoqda. Tomoshabinlarda umid uyg'ondi. Jeyson Lee Scott hammani erkatoyiga aylandi. Qanday ajoyib o'yin! Hamma nafasini ichiga yutib kutyapti. 15, 10 metr g'alaba! Qoyilmaqom g'alaba bo'ldi. Jeyson Lee Scott raqiblaridan g'alabani tortib oldi. Ana, o'zi ham keldi. Bunisi bu yerga, bunisi bu yerga. Shunda mana bu. Voy, kechirasan. Hozir olib beraman. Voy, qoramonda. Flamaster ishlatishni bilasanmi o'zi? Sendan so'rayapman. Yo'q. Ikkita qilib beraymi? Voy, nega qovog'ingni solyapsan? Nimadir yoqmayaptimi, ha? Nima? Bas qil. Senga nechta kerak? 5 tami? Salom, men Jeysonman. Yangi kelganman. Xo'sh, qoyilmisan? Sen esa bosh ovsarsan. Ovsar to'nkasan. Ay, bu nima? Bu shapaloqmidi? Shunday. Jarangiz zo'r ekanmi? Maktabdagi hayotimning oxirigacha shu yerda bo'laman. Sen ham bo'lasan albatta. Esingda tursin. Meni o'z holimga qo'y. Uni ham. Mushtim qandayligini ko'rding. Xo'sh. Uy vazifasini kim bajargan bo'lsa, darrov daftar kitoblarini otsan. Bo'la qolinglar. Tashqariga chiqib kelay. Mayli, bora qol. Xayrli tong. Yo tavba, bu yana nimasi? Kimberli, nega sochingni kesding? Qachon ulgurding? Voy. Hoy, to'xta. Rahmat senga. Mayli, qo'yaver. Zo'ravonlarni yoqtirmayman. Hoy, menga qara, balki birga dam olarmiz. Shart emas-u, ammo vaqt topsang zo'r bo'lardi. Kechirasan, isming nima edi? Billy Cranston. William Cranston. Billy chavaq baliq deb mazaxlashadi, ahmoqona laqab. Bir vaqtlari chavaq baliq tutardik. Bori shu, kechir ba'zan ko'p gapirib yuboraman. Mayli, e'tibor berma. Men o'zi shunday. Bilasanmi, jon derdim-ku, ammo uchrashuvim bor. Otam meni jazolayaptilar. Bu yo'qni o'zing tushunasan-ku. Bilasan. Hoy, shoshma, ketma. Men haligi rozi bo'lishingni kutmagandim. Shunchaki bir yerga borib kelishim kerak. Katta yaxshilik qilarding-da. Jon derdim-ku, ammo aytdim-ku, men uy qamoqdaman. Bunga qarshilik qila olmayman, kechir. Bilak uzuk muammo emas. Uni aldashning yo'lini bilaman. Ro'pa-rosi 7 da uyda bo'lishim kerak. 7 gacha menikiga kelsang, ilojini qilib beraman. Aytmoqchi, meni mashinam bor, faqat garajning kaliti yo'q. Agar menga yordamlashsang, mashinani butun oqshomga olishing mumkin. Bu nimasi? Unday qilma. Tinchlan. Ko'nglingni kengroq qil. Bolaga yotig'i bilan tushuntir. Odamlarni ko'ziga qanday qarayman? Tinchlan senchi. Aytish osonda. Bu bola emas, qandaydir balo.
Yo tavba, Jeyson Scott ketdi-da. Billi? Ha, Billi, shu yerdaman. 4 daqiqa qoldi, ulguramizmi? Ha, bilaman. Ulguramiz, o'tir. Bular qanday eski tuskilar, a? Hammasi dadamdan qolgan. Bu dadamning ijodxonasi bo'lgan. Qayerda ekan? Ha, topdim. Oyog'ingni uzat. Nima bu? Faraday to'ra. Signalni yo'qotish kerak. Signal yo'qolsa ogohlantirish moslamasi chiylaydi. Dadam anchadan beri yo'qlar. 7 yil 4 oy va 2 kun. Tushunarli. Ancha bo'libdi. Juda aqlli edilar. Billi, biz ulguramizmi? 44-uy 55-xonadon, to'g'rimi? Ha. Juda zo'r uy. Shunday qilib dadam haqida. Biz birga qadimiy topilmalarni izlardik. Billi chalg'ima. Oltin izlovchilar ham bizga yetib olmasdi. Billi tezroq qimirla. O'zimizni teleshouimizni tashkil etganimizdami? Hoy, to'xta. Hamma qoyil qolardi-da. Hoy, eshityapsanmi? Nima qilyapsan? Nima? Rahmat. Iltimos, hadeb hovliqqa bermagin. Qancha vaqtga ruxsat olding? Aniqrog'i, mashinani haydash uchun. Bir necha soatgami? Ha, Hali uzoqmi? 48 daqiqa-yu 51 soniya yurishimiz kerak. Oho, Eltib qo'yganing uchun rahmat. arzimaydi Billi. Bu yer oltin konku. Belgida kirish mumkin emasligi yozilgan. Yuraver. Billi, bir gap bo'lsa qara lekin. Qonni tez orada portlatishadi. Bir haftadan keyin. Xafa bo'lma, shartimizni unutma. Seni eltib qo'yganimdan keyin mashinang 1-2 soatga meniki bo'ladi. Bu juda ham g'alati ekan. Bir-birimizni umuman tanimaymiz-ku, g'alati ishlar qilib yuribmiz, a? Shoshma. Senga tushuntirishga harakat qilaman. Men autistman. Shunaqangi sharqiy yakka kurashi bormi? Xuddi karatega o'xshaganmi? Yo'q. Bu ruhiy buzilish. Xabarim bor. Shunchaki hazillashuvdim. Sal ochirib yubordim. Yo'q, men o'rganib ketganman. Ikkovini burchak ostida joylashtirish kerak. Shir ko'payib ketyaptimi? Men hazilni tushunmayman. Zaharxanda yetib bormaydi. Zo'r-ku. Ko'rgan narsamni boricha tushunaman. Billi, fikrimni aytaymi? Ha, O'zingni oqlama. Hammasi joyida. yaxshi. Deyarli yetib qoldik. Bu yoqni o'zim eplayman. Haya, chiroqni olishni unutma. Qaytganingda qorong'i. Ko'rishguncha Billi. Ko'rishguncha. Yana kelibdi-ku. Yesini yegan qiz. Qiziq, kim ekan u? Qayerga yo'qoldi-ya? Kimberli! Kimberli! Men hozir Ismimni aytganing qiziq eshitildi. tushunmadim. Ismimni aytganing qiziq eshitildi deyapman. Xuddi meni taniydigandeksan. Albatta taniyman-da. Bir-birimizning yuzimizdan bilamiz, lekin bu taniydi degani emas. Try Fleming bilan uchrashganingni bilaman. Tishini urib sindirganimni hamma. Tishi o'zi qimirlab turgandi. Kuchaytirgich menga asqotada. O'zingizdan ko'ring. Hozir oyimni ruxsatsiz bizni tashlab ketdingiz. Indamay tashlab ketaveradimi? Fikrni jamlash kerak. Nega bu yerga kelding? Meni ta'qib qildingmi? Men Billini olib keldim.
Billy Cranstonsnimi? Qiziq. Aytgancha, uni bu yerda ko'rganman. Uyim tog'ning narigi tarafida. Miyamni shamollatishni xohlab qolsam, tepaga chiqaman-da, Angel Grove'ga qarayman va shunaqangi go'zal joyga shuncha pastkashlar qayerdan kelgan ekan deb o'ylayman. Buni qiziq deb o'ylayapsanmi? Yo'q, men ham shunday fikrdaman. Ha, Jason Scott. Bizning yulduzimiz va yil omadsizi. O'zining kelajagini va terma jamoaning imkoniyatini boy bergan. Shaharda yurganimda xuddi itni bosib ketgan odamga qaragandek xo'mrayib qarashardi. Nega ketib qolmaysan? Masalan, men hoziroq qochib ketishga tayyorman. Qayoqqa? Dunyoning narigi chekkasiga. Unda ketdikmi? Nima? Qo'ysang-chi. Sen uddala olmaysan. Bo'lmasa ketdik. Faqat ikkovimizmi? Mashinachi? Minivenim bor. Sen hippimisan? Miniven minganlar hippi bo'ladimi? Ular miniven minishadi. Xo'sh, ketdikmi? Yuragingda olib beradimi? Men ketishga tayyorman. Qani. Xo'sh. Diqqat. Ishlamadi. Obbo, yaramasi. Yugur. Qani, olg'a. Hoy. Nima qilyapsan? Ancha yildan beri kavlayapman. Qo'yotgina bos, qo'lingga erk berma. Doim shu yerda o'rlashib yuradi. Jason, nimalar deyapsan? Istagan odam kavlayveradimi? Shunchaki chuqurroq kavlamoqchi edim. Sal oshirib yubordim. Tushunarlimi? Billy baqirmagan kar emasmiz, eshityapmiz. Men baqirmayapman. Bezorilar, qamoqqa tushgingiz kelyaptimi? Bu yopiq hudud. Hoy, Einstein. Juda aqlli bo'lib ketsanmi? Yopiq hudud ekanligini biz bilmabmiz-da. Ha, omi xalqmiz-da. Yigitlar, Men zanglagan vagonlarda yashashingizni ham yaxshi bilaman. yigitlar. Bugun qo'riqchilarni qo'liga tushishingiz aniq. Birinchi marta ko'rishim. Yo'q. Voy, Tirikmisan? tirikka o'xshayapman. Voy. Bu nima? Bunaqa shishani sira ko'rmaganman. Voy xudoyim. Nima? Bu nima bu? Bu yerda nimadir bor. Yaxshi. Qoch. Chetga o't. Shoshma, shoshma. Kerak emas. Ehtiyot bo'l. Dadam uni qayerdan izlashni bilgan ekanlar. Qara-ya, bo'ldi qol tegma. Nima u? Bu qanday narsa? Nima qilyapsan? To'xta, to'xta. To'xtasang-chi. Mayli, mayli. Hozir. Nima bu? Nima bu? Gap bunday. Qonni birga topdik. Uni teng bo'lamiz. Uni sen topmading. Nima, janjal ko'tarmoqchimisan? Hoy, quloq solinglar. Sizlar qolaveringlar. Men ketdim. Sizlarni ogohlantirgandim. Nimadan? Qo'lga tushdingiz. Billy. Kimberly, qoch. Tezroq, tezroq. Billy, bo'la qol. Jason, eshikni och. Bo'la qol. Eshikni ochsang-chi, Jason. Men qolib ketyapman. Bo'l, o'tir. Hayda, hayda tezroq. Bo'la qol. Boshqalar kelishyaptimi? Yo'q, bilmadim. Hayda, hayda. Tezroq hayda. Bo'la qolsang-chi, ehtiyot bo'l. To'xta. Endi oyimdan gap eshitaman. Ehtiyot bo'l.
Tezroq hayda, bo'la qol. Qara, qizlar-ku. Tezroq hayda. Bo'la qol, rulga o'tir. Yo, men hayda olmayman. Haydashni bilmayman. Hozir sen yo'lga qara, bu yog'ini o'zim eplayman. Xudo. Bardam bo'l. Ehtiyot bo'l. Voy. Xo'sh. Juda ham xotirjam ketyapman. Chiqinglar. Yaxshi. Chiqdim. Anavi yigitchi. Qo'yaver, oldinga hayda. Hayda, tezroq hayda. Qop. Chiroqlarni ko'ryapsanmi? O'sha tomonga hayda. O'zing hayday qol. Tezlikni Bu oshir. yerda poyezd kelyapti. O'tib ketamiz. Oy, xudoyim, nima bu? O'lib qolganmi? Sen haydayver, o'zim qarayman. Nima jinnimisan? Menmi? Albatta. Poyezd yaqinlashyapti. O'tish joyi yaqin. Billi, tezlikni oshir. O'tib ketamiz. Endi kunimiz bitdi. O'tib keta olmaymiz. Voy. Bo'ron yaqinlashmoqda. Qirg'oqqa qaytamiz. Ketamiz! Hop, bo'linglar! To'r to'ldi! Ko'tar yana! Men tomonga! Tushir! Ehtiyot bo'l! Chapga sur! Yaxshi. Nima? Sen soqching qani? Senga nima kerak? Barmoqlaringni bittalab sindiraman. Juda ham qattiq og'riydi. Yo. Voy.
Billi Cranston Demo Oltni nokaut qildi qoyili. Billi, telefon raqamimni beraymi? Qo'y, bir daqiqaga mumkinmi? Men esimni yeb qo'yganga o'xshayapman. Esini yegani yo'q. Poyezd tagida qolib uyda uyg'ondik. Shunday bo'lishi mumkinmi? Kecha uyga qaytganimni eslay olmayapman. Yana kun bo'yi uxlaganimni ham. Billini topish kerak. Indamaygina yurardim. Hech kimga tegmasdim, chunki men tinchliksevar odamman. Ammo kimdir asabimga tegsa, kunini ko'rsataman. Qalay? Ha, qoyil. Ha, qoyil qilding og'ayni. Mayli, qo'yaver. Billy, Salom, Kimberli. Nima gap? bir og'iz gapim bor. Bu nimasi? Kimberli Hart bilan tanish ekanmi? Buncha zo'r. Men ham hayronman. Juda yarashibdi. Billy, menga qara. Nima? Ahvoling qanday? Har doimgidek yaxshiroq. Yo'q, men boshqa narsani aytyapman. Eshitdinglar. U yerda bizga nimadir bo'ldi. Men o'zgarib qoldim. Men ham kuchli bo'lib qolibman. Qanchaga? Tasavvur ham qila olmaysan. Konda nimadir bo'lgani aniq. Qaynoqligini qara. Kechqurun uchrashamiz. Ha, Chiqaver. U triumda. Ayol ekanligi aniqmi? Sohib Jamol deya olmayman-u, o'zing ko'ra qol. Buncha badbo'y. Sekinroq aytasanmi? O'nlab tonna o'lgan baliq hidini ham qo'shaver. Ochig'i yuragim orqaga tortib ketdi. Senga kerakmanmi? Yo'q. Bo'pti, unda borib uxlayman. Ketayotganingda qulflarsan. Voy bu. Voy la'nat. Ikkinchi. Men Maynenman. Bu yerda jasad topdim. Yo'l nazorati gapiryapti. Yo'l transport halokati. bizning daxlimizda yo'q. Qaranglar, yana o'sha yigit. Qiziqroq narsa topdingmi? Topganim o'zimniki bo'ladi. Nega bu yerda yurganini bilamiz. Qo'ysangchi, uyg'ongach tirikligingizdan quvonib, uyni ustidan sakrab o'tdingizmi? Ha, ya'ni yo'q, shunchaki haligi biz o'zgardik, boshqacha Sen bo'lib Zack qoldik. Taylorsan, a? Ha? Angel Grove'dagi maktabda o'qiysanmi? Ba'zan aytgancha, ana u qiz ham bir soatcha oldin keluvdi. Ha, ana uni aytyapsanmi? Hoy, bu yoqqa kel, gaplashib olishimiz kerak. Oho. Ketolmaysan. Mayli, hozir yetib olaman. Juda g'alati qiz ekanmi? Yur, ortda qolma. To'xta. Shunchaki men bilan gaplash. Senda medalyon bor, bizda ham. Ular nega kerakligini bilmagunimizcha Hoy, hoy. nimalar qilyapti? Esini yeb qo'yibdi. Xuddi menga o'xsharkan. Zak, to'xta. Xotir olma. Yo'q. Tashlan. Hay, uni tutdim. Tutdim. Yo'qol.
Tezroq sakranglar. Xo'sh, nega sakramas ekanmiz? Yo, sakrama. Kerak emas. Oldin biz sakraymiz, keyin sen, tushundingmi? Kutib tur. Yo, shoshma, sakrama. Kerak emas. Jeyson, esingni yedingmi? Xo'sh, qalaysan? Tirikman. Billi, qani sakra. Sakrolmayman. Sakra. Jarga yiqilsam-chi? Yiqilmaysan. Sakra. Biz sakradik-ku. Sen uddalaysan, bo'la qol. Baribir qo'limdan kelmaydi. Sakrasam o'lishim aniq. Sakramasam bo'lmaydi. Sakrasam onam yolg'iz qoladi. Vaqti kelib kimnidir topar ham. Onam ranjishini Billi, sakrab xohlamayman. qolsang-chi. Billi, sakray qol. Xo'p. Hozir. Qo'rqma. Bo'la qol. Sakrasang-chi. Sen uddalaysan. Billi, sen zo'rsan. Qo'yil. Billi, ahvoling yaxshimi? Yaxshimisan? Hammasi yaxshi. Billi. Joyida. Sen uddalading. Uddalaysan degandim-ku. Topibmanmi? Qoyil. Belizor! Voy! Billi. Bechora bolani abjag'i chiqdi. Endi nima qilamiz? Yo'q. Og'aylar, pastga sakranglar. Suvi zo'r ekan o'zi ham. Xayriyat-e. Qo'ying. Xo'sh, pastda ko'rishamizmi? Hey. Menga qara, suvingdan bir qultum chay. Tomog'im qaqrab ketdi. Mayli. Ushla, faqat o'zimga ham qolsin. Rahmat. Kechirarsan deb umid qilaman. Nega kechirishim kerak? Jamoat jam bo'ldimi? Sakrash yoqdimi? Yana bir sakrasak bo'larmidi? Qo'y, og'aynilar. Nima? Qaranglar, biz nurlanyapmiz. Qoyil-ku. Moviy rang. Yoqtirgan rangim. Men qoraman-ku. Nima? Senga yarashmabdi. Yigitlar, pastda nimadir bor. Qayerdamiz? Jeyson, yiqilyapman. Salom. Yanami? Shunaqasi ham bo'ladimi? Qayerdamiz?
Kutilmagan sovg'a. Eshityapsizmi? U yerda nimadir bor. Hamma yoq titrayapti. Yuringlar. Voy bu, bo'lishi mumkin emas. Qo'rqinchli joy. Qo'y, buni qaranglar. Yaxshi. Voy bu. Jim, Birontasini uyg'otishdan qo'rqyapsanmi? Zak, jim bo'l. Buncha yoqimsiz bo'lmasa, Jayson qara. Haqiqiy yulduz kezar kemadamiz-ku. To'g'ri, Billi, faqat o'ta qadimiy. hoy. Tomoshani bas qilinglar. Juftakni rostlashimiz kerak. Nima? Ketgin kelsa o'zing ketaver. Nima? Jim, bu yerda nimadir bor. Voy, Nima bu? Voy, qaranglar zina. Shoshmanglar. Qochdik. ehtiyot bo'linglar. Bo'la qolinglar. Tezroq bo'linglar. Salomlar. Tegma unga. Yo'qol, bo'lmasa o'ldiramiz. Ha, kuchi yetarmikan? Biz 5 kishimiz. Salom. Kim yetishmayapti? 1, 2, 3, 4. Ha, ana u. Yo. Jamoat jam. Kon tubidagi yulduz kezar. U qachon qulagandi? Bugun dushanbami? Ha. Unda 65 million yil muqaddam. Nima? Qancha vaqt yolg'iz bo'ldim, ha? Sizlar shunaqangi yoshsizki. Bu medalyonlar bilan bog'liqmi? Ha, 5 xil rangli medalyonlar, turli rangdagi qahramonlar. Azizlarim, xush kelibsizlar. Qo'rqmanglar, yuringlar. Yura qoling. Ketdik. Qo'rqmang. Ketdik. Qo'rqib ketyapman. Qochish rejasini tuzamiz. Bir-biringizga yaqinroq yuringlar. Ilojini topganimiz hamon qochamiz. Tushunarlimi? Bu yer menga yoqmayapti. Iloji bormikan? Robotni gumdon qilamiz. Axborotingiz uchun hamma gapingizni eshityapman. Qani, yaqinroq kelinglar. Nimani mo'ljallayapti? Oy, savolim bor. Siz kimsiz? Men Alfa 5 man. Eskirgan kommunikator androidman. Nima? Alfa 5 man deyapti. Buni tushundim. Gapiruvchi robotman. Menga ishonavering. Ketdik. Billi, Kelinglar. Chiqamizmi? Mayli. Qo'rqmay chiqaveringlar. Hammasi joyida.
bo'lyapti? Nimalar bo'lyapti? G'aroyib narsa ekan. Alfa, biz qayerdamiz? Zordon, ovozingni eshitib xursand bo'ldim. Seni ko'ryapman, Alfa. Lekin o'zimni ko'ra olmayapman. Men qayerdaman? Sen kemani ichidasan. Tezroq qochish kerak. Seni kemani matritsasiga joylashtirdim. Qochdik. Ketdik. Tezroq. Yana qanday kema? Ketib qo'ydik deyaver. Hamma medalyonlar kemamizga qaytdi. Medalyonlar qayerda? Rangerlar qayerda? Kelinglar, qo'rqmanglar. Bo'ldi. Tamom bo'ldik. Vahima qilma. Zordon, ular ingliz tilida gapirishadi. Yulduz kezar kemamizga xush kelibsizlar. Qo'rqmanglar. Kelaveringlar. Zordon, ular sening haqingda bilishmaydi. Yaqinroq kelinglar. Ular juda ham yosh-ku. E'tiboring uchun buni payqadim. Taqdirimizni shu yosh bolalarning qo'liga topshirib qo'yamizmi? Nimalar deyapti? Bolalar emas, o'smirlar. Bu bolalik va yetuklik o'rtasidagi bosqich. Buni tushuntirish qiyin. Men Tushunmadim. Zordon adashishi mumkin emas. Yulduz kezarimizga kelgan bu o'smirlar. o'smirlar qudratli rangerlar bo'lishi kerak. Albatta. Nima? Oydinlashtirsak bo'ladimi? Gapingizni bo'lganim uchun uzr, ammo qudratli rangerlar so'zini to'g'ri eshitdimmi? Ha, qudratli rangerlar dedim. Yana savollar bormi? Yo'q, hozircha shu. Yaxshi. Menda savol bor. Salom. Ma'zur tutasiz, meni ismim Billy. Billy Crenstonman. Maktabda Billy chavaq. Jim bo'l. Haya, kechir. Bilishimcha, qudratli rangerlarning vazifasi barcha tiriklikni himoyalashdir. Rangerlarni rangiga qarab ajratishadi, to'g'rimi? Yo, adashdimmi? Juda to'g'ri aytding. Kristal tufayli shunday bo'ladi. Ularni juda ham yaxshi ko'rardim. Koinotimizdagi hayot mavjud sayyoralarning asosi shu kristallardan tashkil topgan. 65 million yillar muqaddam Zordonga yovuz tamaddun vakillari hujum qilishdi. Medalyonlar sizni tanlashdi. Endi kristalni va sayyorani himoya qilish sizning zimmangizda. Agar biz rangerlar bo'lsak, Birdaniga emas. Kechirasizlar, bu hazilmi? Egnim shilta ho'l. Juda ham sovuq qotib ketdim. Krossovkam suvga to'lgan. Shu ahvolda qandaydir devor bilan gaplashish ko'ngilga sig'armidi? jim bo'ling. Yo'q. Yurak urishlari tezlashdi. Ular qo'rqib ketishdi. Tushunmadim. Virtual dahshatdan nima foyda? Bu dahshat emas. Bu sizning kelajagingiz. Rostdagandek bo'ldi-ku. Shuni ayt. O'sha ayol kim? Uning ismi Rita Repulsa. U yerning yuragini sug'urib oluvchi ulkan maxluq. Goldarni yaratadi. Sayyoradagi hayot nobud bo'ladi. Kristalni olgach, Rita boshqa sayyoralarni portlatuvchilarni yaratadi. Bu yog'ini o'zim aytaman. O'sha Ritani o'ldirishimizni xohlayapsiz, to'g'rimi? Voyey, Rita. Uni to'xtatish kerak. U qachon keladi? U allaqachon shu yerda. Kelganiga 11 oy bo'ldi. Uzr, kun. 11 kun. Ranger bo'lsak, Yulduz kezarning eshigiga yaqinlashganimizda u ochiladimi? Albatta. Ketdik. To'xtanglar. Qayoqqa ketyapsiz? Yo'q, qaytinglar. Esingizni yig'ing. Jason, jamoam kristallarni himoya qilayotib halok bo'lgan. O'zim devorga aylanib qoldim. Meni qayerdan taniysiz? Taniyman. Sen Jason Lee Scottsan. Tug'ma yetakchisan. Sen qizil rangersan.
Rita ham Ranger bo'lgan. U do'stim edi. Ammo bizga xiyonat qildi. Hukmronlikka intildi. Yovuzlikka do'st tutindi. Oqibatda yovuzlik timsoliga aylandi. Jamoangni to'pla, Rangerlarni qaytar. Rita kristalga yetib bormasdan oldin unga zarba berishga tayyorlaninglar. Mayli. Men ketdim. Hammaning nomidan gapira olmayman. Yo'q, sen jamoaning ovozisan, buni o'zing ham bilasan. Men haqiqatni gapiryapman. Sen shuning uchun tug'ilgansan. Shu yerdamisizlar? Sen ham ketmadingmi? Qoyil, aytgancha sen kimsan? Oho, ilgari qiziqmaganding-ku. Uning ismi Titi. Trini. Maktabimizga bir oy oldin kelgan. Ingliz tilini birga o'tamiz. Angel Grove'da 1 yildan beri yashayman. Biz biologiyani birga o'tamiz. Juda qiziq-a? Bir-birimizni tanimaymiz, mutlaqo. Lekin negadir Billik medalyonlarni topgan payti bir joyda bo'lib qoldik. Hech kim bilmasa ham. Shoshma. Savolim bor. Rostdan ham super qahramonmizmi? Xuddi temir odam o'rgimchak odamga o'xshagan-a? Menga nimadir bo'ldi-yu, o'zimni zo'r his qilyapman. Og'ayni vahima qilma. Super qahramon emassan. Qiziq, kim seni boshliq qilib qo'ydi o'zi? Hoy, shoshmanglar. Bunga jiddiy qarasakchi, balki bu rostdir. Men bilmayman. Bilganim shuki, biz kimmiz, nimalar bo'lyapti kabi savollarni uloqtiramiz. Hammamiz shu yerdamiz. Shunday ham deylik. Keyinchi U yerga qaytishimiz kerak. Sizlarni majbur qila olmayman. Ammo ertaga roppa-rosa 4 ta shu yerda bo'laman. Hoy, Jason, bu nimasi? ogohlantirmadi-ya. Sakradi-yu ketdi. qayerlarga yo'qolib qolding? Do'stlaring bilanmiding? Ular kim o'zi? Savolni qalashtirib tashlamaginda oldin bittasidan javobini eshitgin. Xuddi arvohdek miq etmay yuradi. Hech kimga qo'shilmaydi. Qani gapir. Tinchlan. Gapir dedim senga. Yaxshi, unda Yaxshi. tinchgina gaplashamiz. Mana. Tinchlandim. Kuning qanday o'tganini gapirib berasanmi? Iltimos, shu haqida gaplashaylik. Maktabdagi do'stlarim bilan yer ostidagi yulduz kezarni topdik. Nima? Qisqasi, men endi super qahramonman. Zo'rku. Tahlil topshirasan. Xato qilganimni eslatmoqchimisiz? Yo'q. Temir tersakka topshirmoqchi edim. Ko'pi bilan 300 berishmoqchi. Ochig'i, uni ko'zim qiymayapti. Ta'mirlaysanmi yoki yo'qmi, buni o'zing hal qil. Kemangizda fojia sodir bo'lgan. Borishingiz kerak. Angel Grove shaharchasida tushunarsiz qotilliklar sodir bo'lmoqda. Qirg'oq qo'riqchilari shu tarzda. Biron narsa yo'qotdingizmi? Senga nima? Bir umr gollarni yaratib vaqtim o'tyapti. Ular hukmronligimni qaytarib olib berishadi menga. Menga nima? Salom, notavon. Salom. Tayyormisizlar? Qudratli Rangerlarning asosiy qoidasi kuchidan hech qachon yovuz maqsadda foydalanmaslik, hech qachon vayronagarchilikka sabab bo'luvchi nizolar keltirib chiqarmaslik. Rangerlarning sirini hech kimga aytmaslik. Rangerga aylanish uchun morfiydan foydalaniladi. Menimcha morfiydan foydalanmagan bo'lsangiz kerak, shundaymi? Ha, faqat hammomda. Nima? Marhamat qilib joyingizni egallanglar. O'z doirangizda
jamoa sifatida yagona morfotizmga ulanasiz. Sezyapsizlarmi? Sezyapmiz. Kim? Men sezmayapman. Morfiy zirhingizni kuchaytiradi. Shunday deb o'ylagandim. Zirhli kostyum kiyarkanmiz. Jeyson, tasavvur qilyapsanmi? Zo'r bo'ladi. Qoyil. Ammo qani u? U doim sizda bo'lgan. O'zaro ta'sirga kirishib, morfotizmga ulanganingizda namoyon bo'ladi. Ongingizni tozalang, diqqatingizni jamlang. Qudratli Rangerlarning vazifasi bor tiriklikni himoya qilishdir. Sizning vazifangiz ularni yaratishdir. Hammasiga tayyor turing. Nima, uddalay olmadikmi? Alfa 5 nima gap o'zi? Ochig'i o'zim ham tushunmayapman, ammo bu biroz qo'rqityapti. Ularga vaqt berish kerak. Bizning vaqtimiz yo'q. Nima qilamiz agar ular Zirhsiz mashq qilishsin. Ular tayyor bo'lishlari kerak. qanaqasiga zirhsiz mashq qilishadi? Axir bu og'riqli bo'ladi. Ularni quduqqa olib bor. Nima ham dedim? Yuringlar, quduqqa boraylik. Jeyson, negadir bu menga yoqmayapti. Mana keldik. Chiroylimi? Alfa 5 tayyorgarlikni boshla. Omad. Ana xolos. Vahima qilma. Rangerlar tayyorlaning. Ular bilan olishib, o'zingizni sinaysiz va kuchingizga erk berasiz. Jeyson, to'xta. Qo'rqmanglar. Bu gologramma. O'yin payti. Wow! Gologrammasi zo'r ekan-ku. Yo'q, bu o'yin emas. Jangda aqlni ishlatish kerak. Jeyson tayyorlan. Bu siz uchun katta saboq bo'ladi degan umiddaman. Rangerlar, musobaqaga xush kelibsiz. Muhimi hushyor bo'lish kerak. Chetga qoch. Zaifligingni ko'rsatma. Barakalla, mana shunday. Yana ozgina. Usullarni ko'rsataman. Shundaymi? Yo'q, unday emas. Juda qiziq. Ajoyib, davom eting. Yaxshi, hal qiluvchi omil. Ko'rdingmi? Qani qaytaramiz? Qani ko'ramiz? Diqqatingni jamla. Sizni aniq o'ldiraman. Ko'rib o'rganinglar. Qo'llar siquvga olish. La'nati. Ko'rib o'rganinglar. Qoidalarga amal qilinglar. Ko'rib o'rganinglar. Alfa 5 ko'rsat. Qo'llar tepaga, siquvga olish, otish. Qalay! Zo'r bo'ldimi? Zo'r. Bir-biringizga diqqatni jamlang. Diqqatni. Bo'lyaptimi? O'xshamayapti. Harakat qilinglar. Urinmayam. Aloqaga kirishish shumi yoki boshqachami? Diqqatni jamlashni o'rgatasanmi? Kerak bo'lsa o'rgataman ham. Turinglar, mashq qilamiz. Kristal turgan joy haqidagi ma'lumot balki oxirgi. Billy, gapimni eshityapsanmi? Billy, senga gapiryapman. Billy! Kristal qayerda bo'lishi mumkin? Qayerda u? Hozir topaman. Shimolga 8 gradus. Hoy, qoch!
Halok bo'lgan baliqchilar St. qabristoniga dafn etildi. Angel Grove aholisi sodir bo'lgan voqealardan dahshatga tushishgan. Tergovchilarning boshlari qotgan. Qotilni izlash ishlari olg'a siljimayapti. Shuningdek, Angel Grove'dagi o'limlar davom etayotgani qotil ozodlikda ekanligidan dalolat bermoqda. Agar Rita kristalni topsa, gapimni eshityapsizlarmi? Agar u kristalni topsa, natija minglab yadro bombasi portlagandek bo'ladi. Namuncha qo'rqitaveradi. Shu siz ham charchab ketyapmiz. Biron marta dalda bersangiz bo'lardi. Ko'ryapman. Sidqidildan mashq qilyapsizlar. Shuning uchun sizlarga atalgan sovg'am bor. Hozir ko'radiganlaringiz hech qachon esingizdan chiqmaydi. Ortimdan yuring. Sizni eltuvchingiz u sayyoradagi yetakchi organizmlarga o'xshaydi. Ular yaratilganda yerda dinozavrlar hukmronlik qilardi. Qo'shimcha kuch-quvvatingiz. Bularning qudrati juda ham cheksiz. Qoyil! Hozircha ularga tayyor emassiz. Hali ancha mashq qilishingiz kerak. Ishonchim komilki, bugun hammangiz katta yutuqlarga erishasizlar. Ketdik. Bo'la qolinglar. Yaxshi. Ketdik. Ketyapman. To'xta deyapman. To'xta. U qanday to'xtatiladi? To'xta deyapman. Qanday to'xtataman? Voy! Yo'ldan qoching. Chetga o'ting. Chetroq o'ting. Bugungi mashg'ulotlarda e'tibor beradigan narsalarimiz, to'xtanglar. Zak qani? Aya. Qochinglar! Qochinglar! Yo, qoching! Qochinglar! Tuzuymisan? Voy! Aybimga iqrorman. Bunday bo'lishini xohlamagandim. Seni yeganmisan? O'lishing mumkin edi, yoki bizni o'ldirarding. Ovozingni o'char. Voy, Nima qilyapsizlar? Kerak emas. Hoy, to'xta! Bo'ldi, qilinglar, yigitlar. Bas qilinglar. Nima? Qoyilmaqom. Voy bu. Yuzimga nima bo'ldi? Qoyil. Bu zo'r-ku. Ushlab ko'ray. Zak kerak emas. Voy! Borishumi? Yana ko'rsat. Zirhni kiy. Mashg'ulotni davom ettiring. Bo'linglar. U zirhlandi. Ko'rdingizmi? Zirhini kiydi. Aqlni ishlating. Hammangiz o'ylab ko'ring. Billy, uni qanday paydo qilding? Bo'la qol, ko'rsat tezroq. Fikrimni jamlashimga qo'ysangizcha. Billy, iltimos, eslagin. Yaxshi, hozircha uddala olmayapmiz. Agar o'zligingizni topa olmasangizlar, unda hech qachon Ranger bo'la olmaysizlar. Oppa. Chiqmayapti-da. Menga qaranglar. Men haliga shu yerda tunayman. Gulxan yonida. Kim xohlasa qolsin. Yegulik yetarli. Men qolaman. Mayli. Qoyil. Rita bilan jang qilish usulini bilishlari kerak. Vaziyatning noqulayligi shundaki, buning uchun Rangerlar zirhlanishlari lozim. Zirh va Rangerlik kuchi qayta tiklanishlari, qaytishlari uchun yordam beradi. Sira ham yo'l qo'yish mumkin emas. Nima u? Nima mumkin emas? Espas ofisarlar tanaga ega bo'lishlarini kutish kerakmi? Asosiy maqsadingiz shumi? Mavjudlikka qaytishmidi?
Biz tiriklikni himoya qilishimiz kerak. Rita istagan vaqtida Golderni yaratishi mumkin. Menga va jamoamga ishonmayapsizmi? Unga kuchingiz yetmaydi. U kristalni qo'liga kiritgani hamona yer yo'q bo'ladi. Siz qutqara olasizmi? Nega o'tgan safar uni gumdon qilmagansiz? O'layotganimda medalyonlarni ko'mib qo'ydim. Menga nisbatan munosibroq renjerlarni topishlariga umid qilib, ularni ko'mdim. Umidingizni oqlolmaganimiz uchun kechiring. Kimgadir pand berganimiz haqidagi hasratlarni tinglamoqchi emasman. Jeyson, jamoani boshqarish uchun tanaga ega bo'lishim kerak. Jamoangiz halok bo'lgan. O'zingiz ham juda qo'rqyapsiz. Bir daqiqa, men hozir. Keling, xizmat. Oltin. Meni oltin qiziqtiradi. Oltin. Haligi bir nechta yaxshi buyumlar bor. Mana Yaqinroq kel. Yana haligi mana bu. Buni menga ber. marhamat. O'saqa. Yana. Yana. Politsiya, qimirlamang. Qurolni tashlang. Qo'lingizni boshingizga qo'ying. Tezroq! Qo'lingizni ko'taring, xonim. Xonim. Menam chiroyli eshitilyapti-ki. Yigitlar, zudlik bilan yordam kerak. Rita Repulsa xazinasini qaytarib oldi. Meni sog'inganmiding? Yo tangrim. O'ldirilsan. Parchalab tashlayman. Atomlarga bo'lib yuboraman. U nima dedi? Shunchaki quruq gaplar. O'ylashga arzimaydi. Billy, gapir. Qanday zirqlanding? O'zim ham bilmayman. Zirqlanishga oid biron fikringiz bormi? Faqat niqobni tashlabgina zirhga ega bo'lasiz. Oho, chuqur o'ylarkansiz, xonim. Qulflarni ochib tashlaysiz. Birga bir. Ochig'ini aytganda bir-birimizni yaxshi tanimaymiz. Balki muammo shundadir. Ehtimol. Jiddiy aytyapman. Balki tanisharmiz. Men Zakman. Qudratli renjerman. Salom, Zak. Salom. Salom, Zak. Salom, Zak. Men Melodiya bog'i yonida yashayman. Onam bilan birga. Onam dunyodagi eng yaxshi ona. Onam og'ir xasta. Qo'ldan kelgancha yordamlashyapman. Ammo bir tongda qayta ko'z ochmasmikinlar deb qo'rqaman. Ba'zan uyda tunayman. Onam o'lganda vafot etganlarida uyimga qaytib bormayman.
Ochig'ini aytsam, davramiz menga torlik qilyapti. Men roziman. Ishni foydasi uchun ko'nglimizni ochamiz. Dahshatli sirni ochaman. Men kantrini yaxshi ko'raman. Nima? Ajablanma. Shu musiqani juda ham yaxshi ko'raman. Dadamni esa endi unchalik sog'inmayapman. Dadamga o'xshab qon izlash juda ham yoqardi. Ammo bu yerda sizlar bilan birga o'tirish undanda maroqliroq. Shunday. Nima? Gunohlaringni tan olishni xohlamaysanmi? Mening qilmishlarimni hamma biladi. Mayli. Sen nima qiluvding? Men istalgan uydirmani aytsam ham baribir ishonasizlar. Mayli. Men yangi kelganman. 3 yilda 3 ta maktabni almashtirishimga to'g'ri keldi. Qizig'i, menga shunisi ma'qul. Hatto osonroq desam ham bo'ladi. Hech kimga qaram bo'lmaysan. Ota-onam qilg'iliklarimdan xabar topishga ham ulgurishmaydi. Yigitlar bilan muammomi? Ha. Shunday desa ham bo'ladi. Yoki dugonalaring bilanmi? Oilamiz oddiygina, haddan tashqari desa ham to'g'ri bo'ladi. Orzulari ham oddiy. Ularning qizi hammadek kiyinishini, muomalali bo'lishini, o'zlari istagandek do'st orttirishini xohlashadi. Men nimani xohlashimni esa to'g'risi o'ylab ham o'tirishmaydi. Birinchi marta bu haqda gapiryapman. Hech qisi yo'q. Endi biz bilansan. Bu hozircha. Keyin nima bo'ladi? Bu ish tugagandan keyin Rangerligimizcha qolamizmi? Do'stligimizcha? Kimligimni bilasan-a? Ha. Bir vaqtlari men ham shunday edim. Shunday go'zal va beg'ubor. Zo'rdan tanlaganlarning hammasi ham shunaqangi yoshdami? Ajoyib. Zirhlanmaysanmi? Demak, uddan olmaysan. Aks holda suhbatimiz jo'shqinroq, ammo shafqatsizroq o'tardi. Sen sariq Rangersan-a? Xo'sh, seni o'ldiraymi? Rangerlarni nima qilishimni bilasanmi? Ularni o'ldiraman. Rohatlanib o'ldiraman. Xo'sh, zirhsiz yomon ekanmi? O'zimnikini ko'rsatishim mumkin. Ko'rishni xohlaysanmi? O'tinaman, shafqat qil. Sen judayam kuchli ekansan. Hazillashdim. O'zingga ishonib yubormadingmi? O'zim shunaqa edim. Quvg'indi Golderlar jamoasiga outsider bo'lganman. Meni bir narsa qiziqtiryapti. Zordonning kristallari qayerda? Men bilmayman. Gapingga ishondim deylik. Ertaga Angel Grove'ni vayron qilaman. Agar kristalni topib menga keltirsang, tirik qolasan. Xo'sh, go'zalim, kelishdikmi?
Kimberli? Qanday kirding? Men super qahramonman. Derazang ochiq ekan. Nimadir bo'ldimi? Sizlarni men ortga tortyapman shekilli. Men sizlarga rostini aytmadim. Ochig'i, meni yovuzligim, qilmishlarim haqida mishmishlar yuradi. Bu gaplar rost. Qo'ysang-chi, nimalar deyapsan? Mayli. Voy bu. Sen suratga oldingmi? Yo'q, Amanda Clark o'zini shunday suratga olgan. Qiziqchilik qilmoqchi edim. Suratni menga jo'natdim. Shunchaki. U menga ishonardi. Suratni yigitiga jo'natdingmi? Shunday qizni oyingga tanishtirarmiding deb yozib yubordim. Qilgan pastkashligimni uning yuzini ko'rganimda tushundim. Qo'ysang-chi, maktabda minglab shunaqangi suratlar yuradi. Minglab suratlar bilan nima ishim bor? Mana buni o'ylayapman. Men qabih ish qildim. Keyin direktorning xonasida otasiga qizining suratini ko'rsatishganida guvoh bo'ldim. Unga qarab qanchalik razillik qilganimni tushundim. Shunday ham aldayverdim. Iloji boricha hammani aybladim. Yerga kirib ketgim kelardi. Shuning uchun qochishni taklif qilganingda darrov rozi bo'lib qo'ya qoldim. Menga qara. Suratni unut. U o'tmishda qoldi. Jayson, bunaqasini unutib bo'lmaydi. Unutib yubor. Yomon ish qilganing rost, ammo bu yomon odamligingni bildirmaydi. Kim bo'lmoqchi ekanliging esa Siz ham SMS oldingizmi? O'zi qani? Shu yerdaman. Qisqasi, Rita uyimga keldi. Nima? Ha, shaxsan o'zi. G'azabga to'lgan. Meni o'ldirishiga sal qoldi. Unga xizmat qilishimni xohlayapti. Sirini ochmasam, menga shafqat qilar ekan. Qanday sirini? Ertalab Angel Grow'ni vayron qilar ekan. Ana xolos. Hammasi tamom bo'ldi. bekorlarni aytibsan. O'zi qayerda? Kemalar qabristonda kutarmish. Juda soz, bu juda ham qulay bo'ladi. Ketdik. Nima? Kim men bilan boradi? Hech kimmi? Jayson, hatto Ranger ham emasmiz-ku. Zo'rdan maslahat so'raylik. Gap bunday. Zordon qudratli Rangerlar sifatida uning qayta tirilishiga yordam berishimizni xohlayapti. Bu gapni qayerdan olding? Uning o'zi aytdi. Nima? Bizni aldagan ekanmi? Billi albatta aldagan. Rangerlar super qahramonlarni o'ylab topish yaxshi. Do'stlarim, biz omadsizlarmiz. Bu la'nati shaharchi meni ham jonimga tegdi. Ammo uni halok bo'lishini tomosha qilib o'tira olmayman. Kelinglar, qo'limizdan kelganini qilaylik. Ritani o'ldiramiz. Biz uchun oqibati qanday bo'lishini tushunyapsanmi? Tasavvur qilyapman. Ovozga qo'yamiz. Kim rozi? Ketdik. Hamma bormi? Yuringlar, ketdik. Yuringlar. Bu Rita emas-ku. Bu yerda bir gap bor. La'nati. Namuncha kech qoldingiz. Kemalar qabristoni haqidagi jumboqni yecholmadingizmi deb o'ylovdim. O'ynaymizmi?
Uchta mitta Rangerlar. Ha, o'lja yomonmas. Sardormisan? Qizil Ranger. Tan olishim kerakki, jasur ekansan. Shunaqamisan? Rejam qandayligini bilmoqchimisan? Yaxshi, aytaman. Sariq Ranger sizlarni o'limga mahkum qildi. Hoziroq sizlarni bittama-bitta qiymalay boshlayman. Kimdir kristal qayerdaligini aytib bermagunicha. U qayerdaligini bilmaymiz. Yo'q, mittivoyim. Sen bilmaysan. Kimdir biladi. Orangizdagi kimdir xabardor. Izlay boshlaymiz. Ayni Beni Riki. Mana u, Zangona. Tartiblilik, olijanoblik timsoli. Savolimga javob ber. Kristalim qayerda? Uni o'zing tanla. Yo javob berasan, yoki do'stlaring o'lishini tomosha qilasan. Zakdan boshlaymiz. Hoy! Kerakmas. Yo'q, u o'ladi. 3, 2. Aytaman. Ularni o'ldirmang. Kristal qahvaxonaning tagida. Qayerda? U qanday joy? Qanday topaman? Kristi Krip qahvaxonasi. Kristi Krim. Bu alohida joymi? Albatta. Bo'lmasam-chi. Kristal hayot manbaiga aylanibdi-da. Yordaming uchun sidqi dildan tashakkur. Agar hech kimni o'ldirmasam, zo'rda meni tushunmaydi. Safga tuzilamiz. Nima? Billy, yo'q. Yo'q. Billy. Billy! Jason u halok bo'ldimi? Billy! Meni o'ldira olmaysizlar. Kuchingiz yetmaydi. Dur, Billy. Billy, u tirikmi? Og'ayni, o'lma. Ko'zingni och. Bo'la qol. O'libdi. Jonsiz. Jonsiz. Uni ko'tarish kerak. Ko'tarishga yordamlashinglar. Bo'l, ko'tarsang-chi. Ehtiyot bo'l. has come and the land is dark and the moon is the only light we see. Yaxshi. Biz yoningdamiz. Ushla. Be afraid just as long as you stand by me. Qo'yamizmi? Ha, Sekin yotqizinglar. Unga yordam bera olasizmi? Nimadir qila olasiz-ku. Billy. Siz tayyor emassiz degandim-ku. Zo'rdan, bar o'zi shart emas. Iltimos yordam bering. Unga yordam bera olmaysan. Biz ikkovimiz mas'uliyatsiz sardorlarmiz. Menga afsus. Hammasiga men aybdorman. Kechiringlar meni.
Men tufayli u halok bo'ldi. Nega endi? Hammamizni deb. Sizlarga pand berdim. Har doimgidek o'ylamay ish tutdim. Shunchaki jahldan, qo'rquvdan shunaqangi jahlim chiqqandiki. Billi zo'r yigit edi. Bizga bog'lanib qolgandi. Unga Ranger bo'lish yoqardi. Tushunyapsizmi? Kechir, Billi. Iloji bo'lganida sen bilan o'rnimni almashardim. Balki u hayotini biz uchun bergandir. Boshqacha bo'lishi ham mumkinmi? Men bo'laman. Men ham. Ha, men ham. Men ham. Endi 4 nafar qoldik. Faqat sirlarimiz emas. Gunohlarimizni tan olganimiz muhim emas. Bu kuch. Faqat kuchgina ahamiyatga ega. Ha, u haq. Mana u. Bu manba. U ochildi. Bo'la qolinglar. Joyingizga turinglar. Bo'la qolsangizchi. Hey, nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Qalqon ochilyapti. Nima bo'lyapti o'zi? Zordan. Qani u? Zordan yo'qolib qoldi. Alfa 5 u qayerda? Osonroq narsani so'ranglar. Zordan. Axir, nega yo'qolib qolding? Imkonni boy berding. Bilaman. Ammo faqat bittasi qaytishi mumkin. Billi. O'zingga keldingmi? Tirikmisan? U tirik. Xayriyat. Men o'ldimmi? Yo'q. Ha. Salgina. Sizlar bilan birgaligimdan xursandman. Og'aynim, biz ham xursandmiz. Qizil Ranger. Sardor bitta bo'lishi mumkin. Jason, bu sening imkoniyating. Bu sening janging. Rahmat. Salom. Qaytganing yaxshi bo'ldi. Kristi Krimga borishimiz kerak. Nega? Ishni tugatish kerak. Mayli, harakat qilamiz. Rahmat, Zordan. Zırhlaning.
Uni qaraya. Bu nimasi? Golder, huzurimga kel. To'xtanglar. Qaranglar. Xo'sh, boshlaymizmi? Juda maza qilyapman-da. Mana senga. Mana. Ularni qanday bopilayotganimni ko'ryapsizlarmi? Mana bo'lmasam sizlarga. Qalay, zo'rmi? Ha, bopla. Oltin pahlavonim. Seni qanchalik sog'indim-a. Seni sog'inib ketdim. Bo'l! Adabini ber bularni. Men ketyapman. Hammasini o'ldiramiz. Xo'sh, qalaymiz? Zak, Kimni sayr qildiray? Boshqarishni bilmaysan-ku. Do'stlar, biz ketishdik. Oho. Yuruvchi oltin. Zo'r-ku. Kristalni ishga solmoqchimi? Angel Grove'ga ketyapti. Unda biz ham boramiz. Bu minivanga o'xshamayapti-ku. Bu menga yoqyapti. Bunaqasini sira ko'rmagandim. Rost aytyapman. Qudratli reyjerlar, olg'a! Tezroq, tezroq! Jason, ortda qolma! Do'stlar, shahar vayron bo'lmoqda. Kristi Krem qayerda? Rita va oltin maxluq Kristi Kremni topishgani yo'q. Tushundim. Kim kuzataver? Zak, Billy, qahvaxona tomon yuringlar. Uni o'rab olinglar. Men Golder bilan shug'ullanaman. Kim? Sen bilan boraman. Men sen bilan. Billy, jangga tayyormisan? Doim jangga tayyorman. Voy, Syurpriz. Qaramazaklar. Rangerlar kostyum kiyishga ulgurishibdi-da. Ammo menga bas kelish olarmidi? Jangga! maxluqlar. Ular yuzlab, minglab. Mana, olinglar. Tushundim. Ezamiz.
Ma'zur tutasan. Voy, la'natlar. Mashina silkinib uloqda. Shunday, rahmat. Shunday bo'lsin. Uzr. Qochdik. Ehtiyot bo'l. Mening kristalim. U kristalni topdi. Ortimdan yur, tezroq bo'l. Men o'ngdan. Hoy, hujumga o'tyapman. Boshla! Jason, men dadangman. Seni qidiryapman. Cherkovning yonginasidaman. Muyulishda ketyapman. Tezroq javob qaytar. Qalay, yoqdimi? Juda soz. Boshla. Yo'q. Hujum qilyapman. Yordam bering. Yordam! Qo'lingizni uzating. Yordam! Dada! Men Jasonman. Mendan qo'rqmang. Qo'lingizni bering. Izla Golder. Zak bilan Golderga orqadan hujum qilamiz. Rahmat. Men tuzukman. Boraver. Voy, yordam beringlar. Billy, bitta fikr bor. Tayyormisan? Ha, nima qilmoqchisan? Voy. Qaysi tugmani bosay? Og'zingni och. Voy dod, nima bo'lyapti? Voy Billy, tirikmisan? Tirikman shekilli. Haqiqatan ham zo'r ekansan. Biz uddaladik. G'alaba qildikmi? Ha! Kristalni sezyapman. U qaytdi.
Aql bovar qilmaydi. Ey xudoyim, Do'stlar, olg'a! Tayyorlaning. Hushyor bo'ling. qani. Tinchlan. Boshladikmi? Ularni yo'q qilamiz. Hujumga! Bosh kelmanglar. Yurolmay qoldim. Yopishib qolyapman. Harakat qil. Ha. Jason, oldinga uchyapman. Tura qol. Bo'la qolsang-chi. Erib ketyapman. Ucholmayapman. Yo'q. Ucholmayapman. Hammasini jarga uloqtir. U yerdan chiqa olmaymiz. Bardam bo'linglar. Yana qancha dosh bera olar ekanmiz? O'lsak ham birga o'lamiz. O'lishga rozi emasman. Bardam bo'linglar. Zak, hushingdan ketmasa. Do'stlarim bo'lganingiz uchun rahmat. Bu qanaqasi bo'ldi? Kristallimni olib ber. Do'stlar, biz tirikmiz. Biz bitta yaxlit zordga aylandik. Oho. Nima? La'nati. Qani boshladik. Rangerlar olg'a!
Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Bunga men aybdorman. To'xtatishni bosibman. Kimberli senchi? Menda qo'l. Menda oyoq. Oyoq meniki. Menda ham qo'l. Muvofiq harakatlanish kerak. Ko'taryapman. 3 deganda birga. 1, 2, 3. Qo'ying, olg'a. Uramiz. Yana bir marta. Kimberli ur. Barakalla Billy. Barakalla. Jason, unda qilich bor. Bizda-chi? Arqon esingdami? Ha. Bunaqasini unutmaysan. Tayyormisizlar? Boshlaymiz. Tayyorman. Tayyorman. Boshladik. Biz Mega Zorkmas. Kim? Trini? Hushyor bo'linglar. Adabini beramiz, do'stlar. Do'stlar, Yengdingiz. Ammo bu g'alaba emas. Bu kristalni izlay boshlashadi. Jangovarligingiz uzoqqa cho'zilmaydi. Xo'sh, men haqmanmi? Javob bering. Yo'q. Yo'q. bilmadim. Ammo hozir Zordonning oldiga borasan. U o'zi seni jazolaydi. Zordon? Meni jazolaydimi? Hech qachon. Zordon nimaiki demasin. Men zo'rman. Men zo'rman. Trini, bobla. Jason, bu shapaloqmi? Trini soldi. Jarangini ko'ra. Qoyilmaqom. O'shanda maktabda o'zing bilasan-ku, esingda? Obbo. G'alaba qildik. Barakalla. Qutqaruvchilarimiz. Mashhur bo'lib ketamiz degandim-a? Bu kim? Direktor Faykmi? Salom. Tanimadi. Oho, diskoteka boshlandi-ku. Raqs tushamiz. Kim bunday qilyapti? O'zingda qola qolsin. Bu qilich endi seniki. Biz yana qaytamiz. Gapingdan tutamiz. Xayrlashmayman.
Men ham zangori bo'lmoqchiman. Men birinchi bo'lib tanladim. Men birinchiman. Men tanladim. Sariqni nimasi yomon ekan? To'g'ri, men sariq bo'laman. U hammadan zo'r. Endi o'zingga kelding. Billy, o'g'lim, menga yordamlashib yubor. Javondagi kitoblarni tartibga sola olmayapman. Yordaming kerak menga. Oyijon, nima qilyapsiz? Shoshmang, o'zim yordamlashaman. Jamoangiz meni jamoam uddalolmagan ishni bajardi. Renjerlarni sir saqlaysiz, ammo qahramonligingizcha qolaverasiz. Jimlik saqlansin. Jim bo'linglar. Ismingiz buyuk jangchilar safini to'ldiradi. Sizlardan sirayam o'zi bo'lmaydigan darajada qarzdorman.